Pitsa deganda sizlar ham hayolinglarga katta dumaloq pitsa kelarmidi? Bugun men sizlarga bolajonlar maktabga berib yuborsa bo'ladigan mini kichkintakina pitsa qilishni o'rgataman. Ishimizni avvalo xamir qilishdan boshlaymiz. Idishimizga iliq sut, draja, shakar va tuz solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Yog' va unimizni ham solib xamir qilamiz. Xamirimiz qo'limizga yopishmasligi uchun oxirida yana ozgincha yog' solib xamir holiga keltiramiz. Qo'lga yopishmas xamir bo'ladi. Xamirimizni iliq joyda yarim soatga oshirishga olib qo'yamiz. Men mikrovolnovkaning ichiga 1 stakan qaynoq suv qo'yib oshirib oldim. Sizlar ham shu usuldan foydalansanglar bo'ladi. Xamirimiz oshib chiqqandan keyin xamirimizni 10 ta zuvalachaga bo'lib olamiz. Zuvalalarimizni qayiqsimon qilib tugib olib, idishimizga yoki bo'lmasa liskga terib olsanglar ham bo'ladi. Ichiga soladigan nachinkamiz ham xohishga ko'ra, men kolbasa, pomidor, tuzlangan bodring va jo'xorilardan foydalandim. Sizlar uylarda bor masalliqlardan foydalansanglar bo'ladi. Qayiqchalarimizni ichini nachinka bilan to'ldirib olamiz va xamirimizdan ichiga tuxum sariqdan surib olamiz. 180-200 gradusda 15 minutga qo'yamiz. 15 minutdan keyin olib, ustiga sirlarimizni qirg'ichdan chiqarib sovolamiz. Yaxshi eriydigan sir bo'lishi kerak. Sir qo'yib chiqqanimizdan keyin yana duxovkaga 10 daqiqaga qo'yib yuboramiz. Mini pitsalarimiz tayyor. Albatta shu usulda bolalaringizga tayyorlab berishingizni tavsiya qilaman. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlarda o'z fikringizni qoldiring.